siz yoshli paysizdan beri birgaman, mana 30 yil 40 yildan beri xatammoyman. Albatta ustoz. Chiroyli pichoqlarni osib o'zbek milliy istoshlarni kiyib yurarmiz Qo'qonda. Anaqa bir polvon bola edingiz. Ana endi pichoqlaringiz ham yo'q. 82ga kirganingizdan keyin pichoq osiltirib yurmasingiz kerak. Yo pichog'ingiz bormi? Ko'rsatingchi. Xalqqa ham ko'rsating. Odami yoshi 82ga kirgandan keyin mahina buklab cho'ntagida olib yuradigan bo'lib qoladi. To'xtang endi sharmanda bo'lmang. Bularga bir ochib ko'rsatayım mana. O'zi ham sizni qo'lingizda ochildi. O'zi seni ko'rgan pichoq yopilib qolyapti o'zi. Avara bo'lma, qo'rqma. Bunda it so'yib bo'lmaydi. Otaxonlar buni pichoqni bodring ochgani, ha? Qovun so'ygani. Bu menimcha yaxshi kesmasa kerak. Nimaga? Kichkina bo'lsa ham pichoqlari kesib turibdi-ku. Xolam aytdi. Nima dedilar? Ishlatmasa ham cho'ntagida olib ushlab yuradi deydi. Mana shu pichoqni Muhammad Sudiq olib berganda menga. Aka ko'pchiliklar ko'z qilib. Ha? Muhammad Sudiq. Qaysi kuni ham bittasini podarka qildingiz, aka mana uni taqib oling deb. Endi o'zingiz ham choyxonalarga borib so'zni kirtib desa unamasiz. Kartishga arshisa unamasiz. Qo'limga pichoqni oldim deguncha ikkovi ham qochib o'radi, hozir tiqib qo'yadi dedi. Xudo! Men gapingizga ishqibozman xolos. 15 yildan beri qinga tiqarmayapsiz-ku, bizga tiqalasizmi? Bir marta shunaqangi pichoqni ichiga o'qtalgan joyim bor edi. Og'rig'i qolgani o'rni turibdi hozir. Pichoqni ishlatolmasalar ham hech bo'lmasa qo'qityaptilar. Bir yaxshilik qilib pichoq olib bergan. Qarigandan keyin Qo'qon xonligini bilan yonida katta bo'lgan. Albatta. Bir qilich olib ber, ustani hurmat qilib. Ko'rgan odam xursand bo'ladi. Nimaga? Jo'raxon akam qariganda qilichli bo'lib qoldi deb. Buni qo'yavering, Hasanjon. Qilichli bo'lib qoldi deyapti-yu. Pichoqni shu olib bergan edi. Ofaring. Nazari past ekan. Nimaga? 5 oydan boshiga so'ra urib bezor qilib yubordi. So'ramadimi pichoqni? Nimaga? Menga aytishdi pichoqni olib qo'ying. Ozgina tomi ketib qolyapti debdi. Xolama qo'qitibsiz-ku. Pichog'ingizni ochib olib. Meni gapimni qaytarsang, yoshlilarga boshqa tushib olaman debsiz. Xolam aytdi. Ustozingiz qarib qolgandan keyin sal aynib qoldi. Pichog'ini ochib meni qo'qityapti. Men qo'rqmayman deydi. Pichoqni o'zi egovlab hech narsa kesmaydigan qilib qo'ydim deb. Egovlaganim faqat yo'q. Faqat urasanmi? Faqat pichoqni o'zini ko'rinishi qolgan xolos deyapti. Xolami qo'rqmay qolishlarini ham sababi bor. Oilada ham oyda 2 marta do'qsangiz odam cho'chiydi. Bag'am endi har kuni ko'rsatavergandan keyin oxir qo'rqmaydigan bo'ladi. Pichoqqa ego tekkizgandi endi eshitdim.
Ha pichoqni egoga tekkizib bo'lmaydi. Agar ishlatadigan bo'lsam, men uni qayrag'iga suykab olaman. Seni joningiz sog' bo'lsin, men ustamga jonimni beraman. Yashang. Rahmat. Qayrag'imni beraman, uyda ishqa o'tiraverasiz usta. Jonimni beraman deyapti, bittasidan ishonmang. Ikkovi ham shogirdim bo'ladi. Shunaqangi. Aptekishda ko'ngil yetarlilarga uzoqdan bo'lsa ham meni ko'rsatib, yerda yurmaysanmi bizni shu odam qilgandir. Rahmat usta, Alijoningiz sog' bo'lsin. Ariganizda ishda shogirdiz. Ilohim salomat bo'linglar. Xonadonlaringizdan faqat kulgina ovoz chiqadi. Sog' bo'linglar. Salomat. Sog' bo'linglar ustozlar. Rahmat.